Bir ko'zi bor, lekin bir ko'zi yo'q. Bir ko'zi umuman rivojlanmagan. Ikkinchisi, miyasida suvlari ko'p, sababi miyaning bitta muhim qismi bor. Ana o'sha qism rivojlanmagan. Undan tashqari yuragida paroklari yo'q ekan, lekin buyraklari yaxshi ishlamayapti. Buyraklari kattaroq. Bolani harakati rostdan ham kamroq. Endi uni nuqsonga bog'lash to'g'rimi deb to'g'ri deb o'ylamayman, chunki suv kam bo'lganda o'zi bolani harakati ham kamroq bo'ladi. Baribir bu ota-onani qo'lida, lekin oldirishga ko'rsatma bo'ladigan bola. Shunaqa. Skriningda ko'rilganda 2D apparatda ko'rilgan. 2D apparatda ko'rilganda bolani nogiron deb atalgan. Aytishgan. Va uni abortga taklif etishgan. Bola bu ayol ishonmasdan turib bizni klinikamizga murojaat qilgan. Bizni klinikamizda 4D apparat bor, 4D apparat borligini bilib turib, shu 4D apparatga kelib tushishgan. Natijada mana o'zingiz ko'rib turibsiz, bolani hech qanaqa nogironlik belgisi aniqlanmagan. Ko'rib turib, bolani nogironligi aniqlanmagan. Hozirgi kunda bolaga tug'ruqqa ruxsat berilgan. Hozirgi kunda bizni ko'ruvimizdan, tekshiruvimizdan o'tib turibdi. Yoki ba'zilarda masalan burni bo'lmaydi, tanglagi bo'lmaydi. Ana shunaqangi sabablarni bahona qilib oldirib tashlash mumkin emas. Bu odam o'ldirish bilan teng bu. Chunki Allohdan mehribon emassiz siz. Alloh shunaqa qilib yaratyaptimi? Demak bir hikmat bor uni. Alloh shunaqa qilib yaratyaptimi? Demak bir hikmat bor uni. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, hozirgi kunda o'zi shu qadar rivojlanganki, qorindagi bolani sog'lom yoki nuqsoni bor tekshirib beradi. Bir ayol farzandining nuqsoni sababli oldirib tashlasa bo'ladimi? Yoki ko'zi ko'r, biron a'zosi nuqsonli holatlarda farzandim qiynalmasin, ko'zi ko'r bo'lsa, yashashga qiynalmasin deb oldirib tashlashlik joizmi dedilar. Yo'q, joiz emas bu ko'rlik uchun. Yoki hatto bir ba'zi a'zolari yo'q bo'lsa ham, masalan, oyog'i yo'q, qo'li yo'q, yoki ba'zilarda masalan burni bo'lmaydi, tanglagi bo'lmaydi. Ana shunaqangi sabablarni bahona qilib oldirib tashlash mumkin emas. Bu odam o'ldirish bilan teng bu. Chunki Allohdan mehribon emassiz siz. Alloh shunaqa qilib yaratyaptimi? Demak bir hikmat bor uni. Endi bu Allohni yaratayotganini kelib jon kirgandan keyin, ya'ni ma'lumki bu shakl bilingani jon kirgandan keyin bo'ladi. Jon kirishdan avval u shakl bilinmaydi. Jon kirgandan keyin kelib bu ko'zi ko'r ekan, boshqa ekan oldirib tashlash odam o'ldirish bu haqiqiy. Rahmdillik emas, aksincha berahmlik deyiladi. Qanaqa qilib bu Alloh uni yaratib qo'ygan jonni, uni yana aybisiz bu. Uni aybi emas-ku. Nogiron bo'lib yaralayotgan bo'lsa ham, uni aybisiz o'ldiriladi u. Hech qanaqa rahmdillik emas bu, bolam qiynalmasin. Qayerdan bilasiz, o'sha sabab jannatga kirar o'zi ham. O'sha sabab siz ham sabr qilsangiz jannatga kirarsiz. Shuning uchun bunaqangi xilqatida nuqsoni bor ekan degan da'vo bilan oldirib tashlanish mutlaqo bolani harom. Bolani onaga hayotiga xatar bo'lgan vaqtda oldirishga fatvo bergan ulamolar bor. U o'sha onani hayotiga xatarligidan, lekin bu o'zini ko'rinishida, xilqatida kamchilik bor ekan deb oldirib bo'lmaydi. Alloh alam.